Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun plastik eshigimizga zam ochishimiz kerak. Hozir ko'ramiz necha minutda ochib bo'lar ekanmiz. Tak. Vaqt ketdi mana. Qanchada ochib bo'lamiz hozir ko'ramiz. Yetti minutda polni ochib bo'ldik. Kimga shunaqa sifatli, arzon va tezkor ishga kerak bo'lsa, yuzaga bo'lsa, ana akfachilarga bitta vizitda sizlar o'zingizlar sinab qo'yinglar, qanchada ochib bo'lar ekansizlar shunaqa plastik eshikka zam bo'libdi. Endi videomiz cho'zilib ketgani hisobiga ozgina tezlashtirib, kesib qo'ydik. Noto'g'ri tushunmaysizlar, bu yerda haqqoniy bo'ldi. Yog'ini o'zingizlar baho beraverasizlar. Hammaga rahmat, charchamanglar.